Bu 35 soniyalik tajriba hayotingizni butunlay o'zgartiradi. Buning uchun ko'zlaringizni yuming. Bilaman nima deysiz. Ko'zim ochiq holatda ham qilaveray. Lekin menga ishoning. Ko'zingizni yummasangiz tajriba bema'no bo'ladi. Hoziroq ko'zlaringizni yuming. Tasavvur qiling, oradan 10 yil o'tdi. Siz xohlagan hayotingiz aynan teskarisi. Yomon ish, yomon odamlar, yomon ko'rinish. Baxtdan asar yo'q. Hayotingizdan nafratlanasiz. Bir kecha soat 3da telefonda 10 yil oldingi rasmingizni ko'rasiz. 10 yil orqaga qaytsam, hayotimni butunlay o'zgartirardim. Hamma narsa boshqacha bo'lardi. Xudodan o'sha imkonni so'raysiz. Endi ko'zingizni oching. Siz 10 yil orqaga qaytdingiz. Bu imkonni so'raganlarning ichida Xudo faqat sizga berdi. Xo'sh, bu imkon bilan endi nima qilasiz?